Do'stlar, xabaringlar bor, yaqinda Aslixon Jo'rayev jamoasi o'zini kollektivim mashinada uxlayotganda kannay cholib qo'rqitib, saxarimni oshirib, sochimni to'kib yuborishgandi. O'sha jamoaga endi bitta o'zim atvet bugun qaytaraman. Mana ko'ryapsizlar, ko'chada hech kim yo'q. Bizdan uzoqlashmay voqealar rivojini ichkarida kuzatishda davom eting. Do'stlar, prankimiz boshlanishi palichkadan boshlanadi. Yo'nagar keldi. Yo'nagar keldi. Bola shoshilamiz. Yig'alanish yo'q. Sol, aç doira bilan sol. Do'stlar, mayli. Maza qilib oldilar. Endi xudo xolasa keyingi prank chiqadi. Yomonidan topinglar.